Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzo-Ulug'bek rayon sentr uchastkasida joylashgan 2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat, xonalarning soni 6 ta. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podol, birinchi va ikkinchi qavat. Hovliga kirish uchun alohida darvoza, alohida eshigi bor va eshik orqali hovliga kirganimizda o'ng tarafimizda hovli qismi uchun hojatxona. Uni oldida narisi tegida yozgi oshxona joylashgan. Endi uy ichiga kiramiz, xonalar planovkasi va remontlari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi qavatda hol oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Mana shunaqa ko'rinishdagi hol qismi borda yumshoq mebellar qo'yilgan, televizor o'rnatilgan. O'ng tarafimizda oshxona, kuxonniy garniturlar yasatilgan va Goodwill brendiga tegishli bo'lgan texnikalar bilan jihozlangan va oshxonada ham ko'rib turganingizdek yumshoq mebel joylashgan. Bu joyda birinchi qavatda joylashgan sanuzel, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrda tashkil qiladi. Qo'shni devordan 1,5 metr tashlab imorat ko'tarilgan. Shu xonaga tegishli bo'lgan alohida o'zini yuvinish xonasi ham bor. Imoratning podval qismida sauna, basseynlar joylashgan. Hozir video davomida bu joylariga tushib sizlarga to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Demak, zalning ko'rinishi borda. Zalning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metr, patologlarning balandligi 3,5 metrda tashkil qiladi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan, ikkitasi chap tarafda va ikkitasi o'ng tarafda. Chap tarafdagi xonaning ichiga kirib kelamiz. Kattaroq yotoqxona borda, razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metr. Ahamiyat qilgan bo'lsanglar, xonalarning razmeri asosan bir xil, katta-katta bo'lib tushgan. Birinchi qavatda joylashgan mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonani tepa qismidagi ikkinchi qavatdagi xonaga kirib keldik. Shunaqa chiroyli mebellar bilan jihozlangan va shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel. Bu xonada ham televizor o'rnatilgan. Har bitta xonada konditsionerlar, domofon bor. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzel. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona, razmeri 4 ga 3. Va bu joyda yana bitta xona joylashgan. Demak, ikkinchi qavatda joylashgan 4-chi yotoqxona bo'lyapti. Podvalga tushganimizda chap tarafimizda spa zonasi uchun ajratilgan joy bor. Bu joyda demak, basseyn, bitta kichikroq xona kladovka uchun mo'ljallangan va uni oldida finskiy sauna joylashgan. Bu joyga kirganimizda o'ng tarafimizda basseynning filtrlari joylashtirilgan bitta xona ham bor. Podvalga tushganimizda o'ng tarafda dam olish xonasi joylashgan. Mana shunaqa ko'rinishda, razmeri 5 ga 4 va uni oldida kotelli. Ikkita do'q kontrolli kotel, suvchi boiler va qator ketgan nasoslar joylashgan. Bu ko'rsatgan uyimiz Mirzo-Ulug'bek rayon sentr uchastkasida joylashgan 2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat. Xonalarning soni 6 ta bo'ldi. Bu uy narxini opisiyaga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99 856 7080 raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.